Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-chi qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 21-bob Qara qo'l. Davomi. 3. Mehmet İsa bosh to'qa qichqargan chaqda viloyatlik saqchi idorasining razvedka bo'limiga yetib keldi. Bu chaqda idora boshlig'i Hekimdin uning boyg'i qilgan maxfiy safaridan doklad elvatadi. Doklad tugagicha Mehmet İsa razvedka bo'limining sirtqi uyida kutib turdi. Buningdan 2 hafta burun Hekim 2 satangni boshlab Lutfullohnikiga berib daksni yeb qaytgandan keyin idora boshlig'ining yangi o'rlashtirishi bo'yicha yoshurun holda Boy Naisiga yetib borgan edi. Lutfullohning ustozi Abdulla Davud Kuybog' degan yerdagi uyida kesal o'g'ildan xabar olib, Shayx Saidining Boston, Guliston nomli asarlarini Molla Musa Sayramining qo'lyozmalarini o'rganish bilan mashg'ul edi. U yurti qizil to'g'risida yozilgan tuvandagi mashhur nazmini qiziqib yodlayotdi. Kun o'ltirdi mag'rib sarida qizil. Qizillik ichidan ko'rindi qizil. Dedilar bu yurtning etidur qizil. İmaret onun tuprağıdır qizil. Ki derya aqadur etidur qizil. Yana ab jari aqadur qizil. Bu qiz juvanlar salahi qizil. Bu qizlar qaradur ichidur qizil. Qizilning ichidan chiqib biri qizil. Qizilning turgan yeridur qizil. Bu tarixchi bugunmi kesal o'g'ilning yenida mushu she'rni o'qib o'ltiradi. To'satdan darvoza sirtida qara ko'zoynak taqagan bir kishi ko'rindi-da, Abdulla Davud darhol o'rnidan turib darvozaga bordi. O'ning'ichilik ko'zoynakli kishimi hovliga kirib keldi va Abdulla Davudga salom berib ko'rishdi. Andin kesal yotgan balaning qishiga kelib ahvolini so'radi. Abdulla Davud ko'zoynak taqib olgan kishining Hekim ekanligini darhol farq etalmadi-da, "Nerdan kelyaptilar? Kim bo'lalar taqsir?" deb so'radi. "Peqir", dedi mehmon ko'zoynagini olmay turibla tarixchiga tonishlik berib, "O'zlari taniydigan Hekim bo'lman, ustoz." Abdulla Davud darhol 11-nomerlik uydagi gumonliq ziyofatni ko'z oldiga keltirib, ko'ngli boshqacha bo'libroq yana sezdirmaslikka tirishdi va orqadilla yana "Bu yerga qachon keldingiz?" deb so'radi. "Öz işim bilen Kucha tarafını aylanıp, hilela kilişim. Bugün keştirek 10 başka ötüp, tuqqanlarımni yo'qlab bo'lgandan keyin Aqsuga ketaman." Suhbat arsida Abdulla Davud mehmonga choy tayyorladi. "Balaning kesili xili yaxshidek turdi. Tamoqqa kirishib ketgandi", dedi Hekim yana. "Burunqidan ko'p yaxshi", dedi Sohibxon. Mehmonni choyga taklif qilgach, "Tamoqqimi xili ko'ngli tortadigan bo'ldi." "Ha, rost", dedi Hekim so'z tekstini o'z muddasiga yetkazmoqchi bo'lib va ko'z qirida atrofga qarab qo'yib, "Unutib qolg'ili tas qoptiman. Men yo'lga chiqish oldida Munirdan G'o'ji bilan Li Mutallib sizga alohida salom aytgan edi." Abdulla Davud Hekimning so'ziga boshda gumon bilan qargan bo'lsa-mu, keyin normal muomala qilishni lozim topdi va Hekimdan "Li Mutallib biror yangi asar yozdimi?" deb so'radi. "Yozvatdi. Davallar oshqanda romanini xili bir yerga olib qo'ydi, lekin hammani besib tushadigan bir sharaflik ish. Uning boshchiligida bizning Aqsuda hozir ilib berayotgan yer osti inqilobiy faoliyatimiz." Bizning degan so'z Abdulla Davudni hang-tang qoldirdi va ishonmaslik nazarida Hekimning ko'ziga bir qardi-da, lam jim demay yana sukut qilib turib oldi. "Ishonmayaptamsiz?" dedi Hekim. Tarixchini qapqonga dastish uchun jiddiy hiyla ishlatib, "Biz allaqachon tashkillanib bo'ldik. Men yadro guruhisining sarkotibi. Sizni Boy nahiya sho'ba guruhiga mas'ul qilib bekitdik." Hekim so'zlagan sari Abdulla Davudning saprasi o'rligili, vujudi titragili turdi. Hekim hech nima bilan parvo qilmay, "Yadro guruhimiz bu qitim meni mushu ish uchun alayda sizning qishingizga avatdi. O'zingiz bilasiz, hozir xat orqali aloqa qilish intayin xatarlik.
Casuslar hamma joyda qatirab yurishidi. Mening qara ko'zini taqab yurishimmi ana shu casuslarga o'zimni sezdirib qo'ymaslik uchun, dedi orqadilla. Az bo'lsimi deb va yenidiki qara sumkasidan 3 botlika haraq, 5 bo'liq qand chiqarib, adab ikram bilan o'rindan turib, "Men bugun ustozni va kasal inimizni yo'qlab kelishim. Bu oddiy sovg'amni ma'zur tutishlarini matlub qilaman." Bu shaytonni davul ustida tarixchining gumoni texmi yechilmay turganning ustiga bu sovg'a Abdulla Davudga yangi imtihon savoli bo'lib tuyuldi. Bu ishni eli neyrang deb rad qilish kerakmi yoki odatdagi odamgarchilik deb tunish lozimmi? Uning ustiga u hekim bilan bir yurtliq. U hozirgi Aqsu ahvolidan xabarsiz. Uning oldiga mushu sinoqlar keldida, "Rahmat, avar bo'libsiz", dedi. U bir oz o'ylanib qilibroq. "Yo'qsa, ustoz, bundaq deslar men o'yilib qolaman. Bu hech nimaga arzimaydi. Agar iqtisod kerak bo'lsa, men ehtiyojlardan oshirib xolis yordam qilaman. O'zlari mening og'zimga ilm solgan emasmi?" Hekim ikkinchi bo'lim topshirgan ilmak va paramash tadbirini tang ishga silishga kirishdi. Surgun azobida ichi pushib, araqqa kirishib qolgan tarixchining psixologiyasi va tuz ko'ngilligi hekimning foydalanishiga shart hozirlab beradi. "Xo'shlashish vaqtimizda, ustoz, biz bir piyoladan ichib olayli", dedi hekim yana. "Biz yana bir ko'rishkicha 1000 tag'ar jon kerak." Abdulla Davud tuxum zakuskasi bilan bir kichik piyola akilib, hekimning oldiga qo'ydi. Hekim haraqni piyolaga qo'yib, o'zi ko'targandan keyin yana bir piyola qo'yib, zo'rlab Abdulla Davudga ichirdi. To'ldirib quyilgan bir piyola paramash hozir bosh nervini qandoq usulga dastilganligini haraq ulfatlari yaxshi tushunadi. Tarixchi garchi o'zini xili darajada tutib baqqan bo'lsa-mu, lekin hekimga hissiyotini azroq bo'lsa-mu to'kib tashladi. "Mening Aqsudagi ishdan bir oz xabarim bor. Men vijdon oldida u sharafli ishlardan bosh tortmayman. Biroq sizdan cho'ng gumonim bor edi. Agar siz rostdan vijdon tarafga burilgan bo'lsangiz, sizga ishonmaslikka hech kimning haqqi yo'q. Bo'libmi yurtdosh bo'lgan mening hech qanday haqqim yo'q. Oxirda sizga tuvandagi bir nazmini yodgor qilaman. Bu mehnat menda turmas, bu davlat senda. Ki zinhor nafsini deb bo'lma sharmanda. Qalandar ko'p imar kun zarrini shohdin. Qutulmas shohmu oxir dar bilan oqdin." Nazm o'qilib bo'lgandan keyin hekim Abdulla Davud bilan xo'shlashdi. U 1 iyun kuni maxfiy Aqsuga undida bugun oqshom idora boshlig'iga yuqoridagi voqea ustida to'liq doklad berishga boshlagan edi. Yantaqubning do'sti Loxurmu yig'inda bor edi. Hekimning doklati oxirlashgandan keyin idora boshlig'i qanoatlanmay, "Bizga quruq gap lozim emas, moddiy paket, yer osti tashkilotining xotirasi tizimi kerak", dedi g'azab bilan. Idora boshlig'ining judoni o'rlagan edi. Tunugun oqshom maxfiy tashkilotning bir a'zosining og'zidan muhim bir yep uchi ma'lum bo'ldi. "Bir odamimiz oqshomdan beri shu ishning kaynida", dedi u oxirida. "Shundoq, boshliq, mana men keldim." Idora boshlig'ining so'ziga ulguribla sirtqi uyda kutib turgan Mehmet Isa ichkaridagi bo'limga kirib keldida Osmonning gulbog'da qo'nib qolganini doklad qildi. Idora boshlig'i ko'knar silingan tamaka g'angsini tutashtirib turib, "Sizlar uchinglar at oqshomgacha bu ishda natija chiqarib doklad berishinglar lozim", dedi darhol buyruq berib. 4. İdora boshlig'ining o'rlashtirishi bo'yicha Mehmet Isa yana paypaslab shu kechidala gulbog'ga qarab minib, tong suzilish bilan tangla Vang Sauznikida paydo bo'ldi. U Vang Sauzning kichik uyida 2 soatcha ko'zni yumdida yana atigandila o'rindan turib ketdi va Osmonni uyg'otishdan burun Vang Sauziga birdamdan keyin yana 2 yangi mehmonning yetib kelganligini uqtirib qo'ydi. Arqadan Osmonni uyg'otib yana ichishni boshladi. "Mijozing qandoqroq do'stim?" dedi Mehmet Isa hilgarlik bilan.
Araqning kuchi bilan oqshom bu kasofat xotin ko'zimga qip-qizil bir parcha o't, xuddi hur parida ko'rinib ketdi. Rost aytsan, dedi Mehmet Isa qaqaqlab kulib ketib. Araqning nochiligi mana shu yerda. Shuning uchun oqshom bu uyni sana o'ngchi qoldirib chiqib ketdim. Uxlab qolmagansan? Osman hozirmi xili kayf holatda turadi. Mehmet Isa'ning keyingi savoliga u kulib qo'yibla jim turib oldi. Mehmet Isa baya Wang Saozdan anglaganini muayyanlashtirish uchun daldush bir kechini uxlab o'tkazdingmi? deb yana Osmandan so'radi. Araqsini jim turg'izamdi, dedi Osman rostini aytib. Mehmet Isa ko'zlagan maqsadiga yetgan bo'ldi. Arqadan ular yana bir rumkidan ichib turishiga Yantaqubning varislari Hekim bilan Loxor yetib keldi. Ular bilmasga silib o'zaro qizg'in ko'rishdi. Bo'libmi Hekim bilan Loxor Osmanni quchoqlab intayin samimiy yar birodarlik hissiyotlarini bildirishdi. Wang Saozi kirib, keyingi mehmonlarni supaga taklif qildi. Ular Wang Saozi bilan uzun yillik qadinas tanishlardan edi. "Bak yaxshi kelibsizlar", dedi Mehmet Isa. "Qani, choy mazaga beqinglar." Mehmet Isa hech nimani bilmasga salatdi. U yangi mehmonlar bilan uzundan buyon ko'rishmagandek bo'lib oldi. Hekim Osmanni bezlab chaqchaq qiladi. Chaqchaqlar orasida Mehmet Isa romkini aylantirib ichishni tezlashtirdi. Wang Saozi birdamdan keyin suyuqashni akeldi. Bir yoqdan chaqchaq, yana bir yoqdan naqsha soz ichish yana tangla qizib ketdi. Romkining adil mangmayotganligini Osman zodila sezmaydi. Uning ko'zi yanala Wang Saozdan neri ketmaydi. "Hozirgi romkimizdan boshlab", dedi Mehmet Isa, "naqshi bilan ichimiz." Hammaylar bu fikrni qo'lladi. Loxor dastlab jer boshladi. Arqadan qatordan keldi. "Men hozir", Mehmet Isa, "do'stim Osmanning Chopanda araq isam degan mungluq naqshisini aytib berishni talab qilaman. Biz hammamiz o'z odamlar. Qani, Osman, sen boshla. Wang Saozi dutlarni tankash qiladi." Osman Wang Saozining dutlar tankash qiladiganini anglagan hamon yana xudini yo'qitib naqshini boshladi. Wang Saozi dutlarni tankash qildi. U Chin Shensangning mayxonasida tunigun aytgan 4 kupletning hammasini aytib tashladi. Naqsha tugaganda mehmonlar chavak chelishdi. Osman naqshini tugatgandan keyin orada ozroq dam olish bo'ldi. Hekim Osmanni boshlab sirtqa mangdi. Osman daldanlab aranla mang'atdi. "Bugun mushu yerda o'ltirayotgan Mehmet Isa bilan Loxor", dedi Hekim tarixxonaga ketib o'tib Osmonga. "Bizning odamlarimiz, ular tashkilotimizga a'zo bo'ladiq" deb iltimos qilg'ili xili bir chaq bo'ldi. "Men Loxorni tanishtirsam, sen Mehmet Isa'ni tanishtirsang, tizimga ilib qo'ysaqchu bo'ladi. Men Mehmet Isa'dan ko'p rozi. Uningdan akamdan ziyoda xursand bo'lyapman. U tunigundan buyon nurg'un qarzimni uzibdi. Do'st bo'lsa, ana shundoq bo'lsa bo'ladi. Men cho'qim uni tanishtiraman. Amisa Loxornimi, Mehmet Isa'nimi tizimga yozib qo'yamsan? Bo'ladi. Men tizimlikning oyog'iga ilibla qo'ysam bo'ladi-ku. Yaraysan, ag'ina. Undaqda tizimlik va yig'in xotirasi nada bo'ladi? Uyimizdagi kichik to'mir sanduqning ichida atiga berib yozib qo'ysam, keyin Munirdan akamga debla qo'ysak bo'ladi. Wang Saozning uyida bugunmi qo'namsan? Oqshom qo'nganimni berasizlar dedimi? Desinim bo'libdi. Badini ma'muqdak mushundaq juvonning qo'ynida yigit yetmay kim yotadi? Osman kulib jim bo'lib qoldi. Ular tarat sundirib bo'lib qaytib uyga kirdi. Qo'llarini yuvishib o'z o'rinlarida o'ltirgandan keyin yana bir rumkidan ichayli. Ondan Loxor bilan ikkimiz Gulbog'dagi A'la bagninkiga boramiz. U kishi bizni choyga yetgan. Shu yerga ketib o'tib, bu yerga kirgan edik. Ularni saqlatib qo'ysak bo'lmas, dedi Hekim. Bo'ladi, dedi Saqi Mehmet Isa. Boshqalarning ko'nglini demsakmi bo'lmas. Sizlarga ruxsat qilayli. Mehmet Isa hammaylarga yana bir rumkidan ichirdi. Hekim bilan Loxor xo'shlashib uydan chiqib ketishdi. Wang Saozi bilan ikkinglar o'ltiraveringlar,
dedi Mehmet İsa Osman'a. "Men ularni uzitib qo'yib keray." Mehmet İsa uzitib chiqqanda hekim uningga ishorat qilib yo'l ustigacha boshlab berib, "Bugun bizning A'la Beyninkiga bordigan hech qanday ishimiz yo'q. İkimiz udul idora ketimiz. Men hili Osmandan taratxona oldida muhim bir axborotga ega bo'ldim," deb asta pichirladi. Ha, nim dedim? Qandaq axborot u?" Mehmet İsa taqozzoliq bilan so'radi. "Buni surishtirma. Bu sen topgan yip uchi orqali ishlagan yipning cho'ng bir tuguni. Sen amdi yana buni uningdan so'rab yurib, uni urkitib o'tma. Amdi qandaq qilman? Amdi sen bugun kecha Osmonni yana mushu uyda malik qilib tur. Tong otqucha 2-bo'limdan xabar anglaysan." 21-bob tugadi.